Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 10-may, xudo xolasa, navbatdagi 7 2 xonali do'konimiz Qashqadaryo viloyati Kasb tumaniga tayyorladik. Xudo xolasa, mokriy maloshnidan terib berdik, palasa. 6 ga 4 profil, asosiy qismiga 8 ga 8 profil, xudo xolasa terib berdik. Zamoylar yaxshisidan mana bu 3 metr joyi yopiq. Bu отдельно ichkarida xona bor, yopiq xona qilib beriladiganiga, mana yoni ham splashnoy. Xullas, ichiga o'tamiz. Ichlari polniy MDF 100% devorlar. Polimiz ham MDF, необычный svetda. Mana oldi teraska bo'lgan, mana oldi polniy oyna. Xo'p, bu xonamiz 3 ga 3 xonamiz, yopiq xona. Endi klientning xohishiga qarab qilinib, nima xona bo'ladi, ochig'i bilmayman. Orqada forchka havo almashishiga, mana eshik. Xullas, kimga shunaqa do'konga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, kelishtirib, chiroyli narxlarda qilib beramiz.